Siz bağımdınız. Ne oldu? İşte er kişi qoğlap gitti. Kimde? Mini. Senin erler koğlamdık ya. Oş. Çakışığınızı koyun ha. Saat neymiş oldu degin ha? To'xtab turma. Çıktı avaz. Voy tunögün uçuq ders o'tgan. Darsda men oltin tepasim ko'z qirin sanmaslik deb so'zlagandim-da, ha. Tuyuqsiz bir bala, voy muallim, cho'nglar oltin bilazik tepasi qanday qilamiz deb so'rab qoldi. O'ylanmaylar, saqchiga ma'lum qilish kerak debdim-a. To'g'ri debsan-ku. Voy u balaning dadasi bir oltin bilazik tepapti-ku. Ko'z qirini sap qo'yibdimi? Ya, bu bala uyga berib, dada saqchiga topshirib berayli desa, dadasi cho'ng bal degan ufshaq odamning shag'irlashmaydigan. Voy ja. Uşaq bal degan cho'ng odamning shag'irlashmaydigan. Ha, kichik bal degan cho'nglarning shag'irlashmaydigan debdi. So'ng bu bal dadasiga demayli berib, saqchidan ishkini boshlab keldi. Bu saqchilar dadasini saqchixonaga olib bir muncha og'arqiga o'xshaydi. Sharona. Ha, keyin bo'lgandan. Shuning bilan bu xalqning butun jatta jamoat urug' avlodlarimiz maktabga kelib, balani ota-onasining gapini anglamaydigan, dadasini saqchiga tutib beradigan qilib tarbiyalagan muallimni bizni ko'rsatib qo'yinglar, o'zimiz so'zlashimiz deb mudirning ishxonasiga kiryapti. U onda seni ko'rsatib qo'ydimi? Voy yo'q, maktab mudiri shoma jidal besiqchisiz 2-3 kun uyingizda aram yeb turing deganda, ma'qul deb shuni darvoza oldiga chiqib sizga bir telefon qilib deb telefonni qo'llamga olsam, ishkar kishi onda yotib pichir qilib qarab turmamda, to'xta deb asta ishtikmansam tang agishvatdi, qolsam tang qo'g'layotmamda. Voy darhol o'latilishim qarmay qechib keldim. Qanosh kisa? Voy ja o'tiring. Yo'q, to'g'ri bir adabini berib qo'yay degan. Voy siz palvon emas. Palvonlarni faqat qalamingiz orqali yoza olasiz. Shu siz eng yaxshisi qalamingiz orqali qatan qilib o'ting toza. Shunday qilish kerak. Bu mo'yimishgan xotin herhalde uşarlığımızı össüzümüz gerek. Bulapma ballarımızı dep koymsak bombadık. Uy, muş nima? Ey, ahmak xotin, ballarımızın etigini keçti mektep korudu. Ha? Berip kileşler yanında ele iş karniyet. Navadı ballarımızı hıkkılı boş. Qanda qilamiz? Voy, ja, bo'ldi, o'nchilar ansizlik. Balliq deb qo'ydi. Voy, yo'q. Ular qo'rqib ketadi. Hech bo'lmaganda sening balang bilan mening balamga demasakmi, ikkimizning balasi olsin deb qo'yaylik. Balla! Qo'rqib ketmamdi, nima bo'ldi? Ay, balla! Bo'ldi. Duda? Balla! Tabaq chiqmadi. Ha, shunday qilinglar. Nima bo'lganda ofkamga yetkilaga? Shundan acha. Acha? Oppam bugün pek ciddileşketmin. Dadammış o. Şu bir iş oldu çoğuna. Ben şu apam bilen dadamga çoğun bir iş oldu. Belki. Ben de ünç falan bayadı. Nimeden korkudu? Ay! Bir yumuşak kop kaldı mı? Hey. Voy, ja, o asarlaringizdagi o'ylashga odamlar kallas joyida emas vaqtda. Kim asar o'ylashibdi? Yiliq ishki ag'yorlarimizning taqturqini o'ylashmatimman. Ag'yor? Ha. Nim gap u? Dushman degan gap. Shuni bilmaydi o'qitqish turib. Bu baqmasam bir ag'yor degan. Islayın ha. Nim bo'ldi? Ha? Nim bo'ldi? Nochosan kirisham yoki akshosan bir chiqisham meni yanimga, ha?
Aleykümselam. Ba. Ben berey. Kimken? Dostun ki. Qarğanda yanlı ballık dep koyğunum süzükte kılıcıma. Bexatarlik moyum. Mayli. Yoldaşlar. Baya yoldaş apanla işinin jarayonini to'liq sharhlab so'zlab o'tdi. Shuningdan ko'rilishga bo'ladiki, bundan keyin sizlar maktabga berib kelguncha bexatarlikka qattiq diqqat qilinglar. Hammanglar hushyorlikni cho'qim o'stirmasanglar bo'lmaydi. Ha? Hushyorlikni o'stirmasanglar bo'lmaydi. Ishqiz so'zlamsiz. Tövende yoldaş apanını sözü teklif koyayım. Apanızın sözü teklif koyalım. To'liq hatırlatmam. Ha? Mektepten qaytqanda yat adamlar bilan paranglashmaslik. Yat adamlar bergan narsani hargiz yemaslik. To'g'ri. Mektepten qaytqanda har qanday bana sebep bilan torxonlarga kirishga bo'lmaydi. Torxonlarga, o'yinchiqonlarga kirishga bo'lmaydi. Dukkan qatirib yurishga bo'lmaydi. Bo'libmi muz taylib o'ynashga texmi bo'lmaydi. Muz taylib o'ynasak ham bo'ldi. Odamning bir yursin kisida. Kiyimim mehnat bo'lib ketdi. Bo'libmi? Axlat yemeklikni qat'iy yemaslik kerak. Uqdinglarmi? Ha? Axlat yemek ham bo'ldi. Odamning aqli bulg'unib ketadi. Sizlar axlat yeydigan qaga yoki chashqon emas. Axlat qanday tiyib yuramiz? Haras. Mektepten qaytqanda eyliq ikki odamdan alohida ehtiyot qilinglar. Ularning niyati bek yomon, qo'lidan har balo keladi. Ha? Uqdinglarmi? Ular bizni odam bediklarga sitayotmasa, Onama ben estigin olmaydı. Ha. Yığınımız bugün nahayet muvaffakiyetli geçildi. Bunda olsa yığın tamam. Kalsanlar bulundu. Nerede bu yolda? He? Uyanmadan bir karadım bunu bak. biz orada tırsatmaganken bizga qana kelib qaraydi, mana bular işte. Aka. Aman bunu karadım bu. İşte o'xshaydi-mi? Oy, Roskif var. Ne bu lan? Kendimizi çıkarıp kolum geldi. Kendimizi çıkarıp kolum geldi da. Nimde ekanım ala? Kendimizi çıkarıp kolum geldi. Çıkıdın? Ha. Ne? O ne buluştun? Çıkarıp bize öyle sonra oldu. O kavaltırıp başkasına korkup gittiğinde. Hey! Ben işkana bir köpek görüp bakalım mı? Koy işe! Özlem açay. Sonunda mı korkamdı ki? Korkma bilan korkma men bak. Dadan ketdan. Kim? Ha? Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hadi kırak. Rahmat. Assalomu alaykum. Voy, qanday erkaklarni yaxshimi? Qanday yaxshimisiz? Qanday qiziq, yaxshimi? Rahmat. Çay demle lan. Xo'shamsa. Amin. Amin. Allohu akbar. Qanday bilan turdinglar? Sizni izlab borsam studiyaga. Uydimikin dedi. Shu uyga kelishim. Ha, şimdi ayalımı aramayla onun simen öyle şu. Yolg'izning mijozi yo'qmi? Yo'q. Unda sizning mijozingiz yo'qmi? Yo'q, birasi meni mijoz yo'qkin deganmi? Unda o'smish. Ha. Öyle şu ancha bir narsa. Endi tushundim. Mush hikoyangiz nimanda ta'sirlikin desam, rahmat. Asli mush er ayol ishkani uyda o'ltirib yozgansizda, ha? Haliqi to'lchiqni ot etib degan cho'chakni mush ballig'i ta'tilda bilib yozganman. Qandar, bilam deganman. Men boshqalar meni vaqo molotopqa tashaqon deydi. Ha. Amma siz men tanımaysiz. Men sizde vaqo bücür tanıyıp öteme. Nemiş qadimamsiz? Muşu siz yazgan romanlarni vaqo men alamet okuyman. Kech kunduz okuyman. To'shiraq o'chib ketsa, sham yondirib o'qiyman. Sham o'chib ketsa, chaqmoq yondirib o'qiyman. Alamet o'qiyman. Amma yezib qo'ysiz jumasiz. Ha rost. Sizlar shu she'ringizda yozgan o'zgartgan tilimlar vaqo ishlagan. Aşılana alamet körüytüm ben. Ha. Yani yakında biraz izbizde. Elke 3 milyon o bultaz, turdu turuşkan savutaz dep ha. Amma gezip koyapsız cuma. Ya Allah. Sizge pek hepsin bak ekran kolunuzda ekran ha. Aşı işler peşinizde ötken mi? Ya bu... Adam Nurba eserde baylan tilemçiga aylantirib qo'ydi. Nima? Milyonların tilemçiga? Pah. Sırıkçı ekansiz, sırıkçı. Ekran kolunuzda. Bir telefon var sizge. Boğazın vaqo, muş hazır üstün pul deb berib ketgan. Elke milyonlarla var. Akavurchu. Aşılını bir yezip bir hemini divanı qilib ta. Men bir qo'shib ketay. Dadam yaqinda bir balla cho'shkib yotdi. Sizni maymunga aylantirib qo'ymisiz ya? Agroya vallahi. Oy, bu nereden bilib oldi? Ha? Bo'lsa, aşılda bir qilib qo'ymas men qo'shib ketay. Muş qarab, muş maymun qaminin alamet hevsin baqıram. Muş televizor çıkıp qalsa, şunda söylüp ketaman dana. Televizorga uyoq tursin, hatta maymun degan bir xatni ko'rsam, o'zimni tutanmay qolaman deyman. Haras. Maymun uning ustiga bu shoqdan shoq qilib shunda erkin o'ynaydi, ha? Muş bo'lsa siz taza bir yezib, muş meni bir shoqdan shoq qilgan qilib etmamsiz. Uning ustiga bu noyati aqlli umar hayvon. Aşıyayda sürgürdüğün bolsa, o yaylaqda emas. Lakin nimede? Ormanlıkta. Sürgürdüğün bolsa, hiç nimi itenmeydi o. Çünkü o tüt tutu vardı ha, şurada mı? Ha? Hatta kızlar mı itenmeydi o? Kızlarga uyak tutulsun, ben size desem. Yolbaz, şır, helaki, nima? Ha? Sırttan, küçük sırttan, kuru küçük. Andın yelpiz, o mu item? Oy, to'xtan. Ben sizden birden soray. Helaki yelpiz, nereye çıkalaydı ha? Ha, çıkalım. İşte tak. Allah, bu kim demdi? Vay, assalomu alaykum. Ha. Çoğun işte kılavasını buldu. Ha? Hey, meni hazır yılpız koğlandı deyme. Nima? Allah kanda kılay. Ha. O digine deyim buyum yapı var. Nima? Yeri şu bağımın gibi mi? Başka gibi yok mu? Ha. Kim o? Vay, ne? Son gel. Ha? Son kapı gel lan. Bak son gel. Son kapı gel. Ben çıkırayım. Aygın zaman ben çıkırayım. Avar bamayım. Siz şu kısmaklar, benim için şeref. Ben çıkırayım. Rahmet size avar kıldım ha. To'xtang. Bak kızı birlikte. Mabelki Qasım Alikam'ın nevrisinden 5 bak gitti. Bak barasın ha. Ma'qul. Şöyle görüşeceğiz. Allah'ım. Ma'qul. Öyle bir vardım ki. Ma'qul, ketdim. Xo'sh. Bu
Aldın katına bakın bu. Ay kaçak bu. Uka, yılışık adam opam bilen dadamni urup aylandırıp koyup bizni öp kaçarmı? Belki ucum ufkam. Biz nerede kapırıta? Uğra, şimdi bunu uğrup sayarmı? Çıkarmızı uçup satıytamı? Biz Müslüman oku. Uğra, şimdi. Ve boldu kılan nemelerni oylap ketding lan? Ve undaq bo'lmaydi. Belki oylap ketding lan sen. Şunlaşqıcha darsdan tushib lan, o dostum bu dostum deb kendin ketib qolmay, men o'yg'otdir keling lan. Yana böyle bir mon ishlar yuzib ketdi, endi o'tkilan bir ansratmayli. Shunga pafqama, sen gap anglaysan ku? Sen cho'ng'olgan ekan, pafqang o'lgur. Bu darsdan tushib bu yerga ketib qolmay, udul o'yib kelding lan. Sen gap anglaysan ku? Elanglar, yeyishni boshlayaptinglar. Nega mana? Hay. Hay. Qizim, nima yemay o'tirsiz? Kelimden hech narsa o'tmayapti. Fakat iştahim yok. Voy, bo'ldi. Tomoqni yeb. Sadece. Mana. Voy, mana. Men qo'shnimiz. Fatamxon. Avvalroq. Voy, yaxshi. Eshitmoqimdan turdi. Voy, qanday? Muzaffarlarimiz yaxshi-da? Voy, yaxshi. Voy, assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Voy, mush o'pki qo'ygandim. Sizlarni ig'iz tekshirib kirdim. Voy, qanday elanlar? Avvar o'g'ansiz. Voy, nima avorchilik bo'ldi? Kelanlar. Mana mahallimizga sizlar ko'chib kelgan uzoq bo'lmadi. Mush mahallimizda potam o'pkichi edi, tunimaydig'ini yo'q meni. Qanday elanlar? Rahmat. Ha, elanlar. Voy, Ilg'arjandan opam ko'rinmaydi-ku deb so'rsam, opam mishda ishga askadam izlab yuradi. Shu uydan taloq chiqamaydi deydi. Kichik bo'ldi degan. Yurma, men amin bilib bo'ldim. Nima bilib bo'ldingiz? Men o'yladim endi. Muzaffarning kitoblari setilmay qilib, bu soniya maktab qaz bo'g'ilib qilib, yukinib yurgan o'xshaydi deb o'ylab yursam, bugun dal ishga g'alit odam sizlarning o'yinlardan so'rdi. Lekin men vaqt tepamidim. Shuning bilan men bu ishning rostligini jazmlashtirdim. Yo'q, bu unda ish emas. Ishtimamaydi. Men-chi qarang, mush qo'lim qo'yishni tunish bilishni hammasiga mushunda ishki g'alit odam mush Muzaffarlarning uyini so'rab qolsa, qatti deb ma'noda qo'ydim. Hech qanday jabr chiqmaydi. Bu unda emas. Men dedim-ku, hech qanday ish bo'lmaydi. Ansirmanglar. Qo'lim qo'shnidan chiqdi. Mana biz. Meni bilasiz-ku, hatto ishik boqog'im deb qo'ydim. Hatto ishga 20 bo'lib kelsimchi, sizlarga hech nima bo'lmaydi, qo'rqmaysiz. Ya, u shunda qarang, bu unda chiqib tik qo'shdim. Deb qo'ymada buni qilibdimi? Men chiqib kiray. Bo'ldi. Bu ishlar nima bo'lib ketyapti-ku? Voy, birdan qo'yib qo'yib turing ha. Ne bo'ldi? Ma ishlar bak qalayimqon bo'lib ketibdi. Ma ish butun maliga fur ketibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadam baba. Baba bakar. Da. Oh, mana. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. Namanalning qo'g'dash xodimitim. Ara sizni ishkadam izlab keldik-ya. Ishkada? Ha. Ey, kiringlar.
Aleyküm selam. Aleyküm. Nasılsın? Lafka alacaksın. Hadi ekranla. Saniye malım mu? Ha Müslüman iyi. Saniye malım zeler şipatte. Bak kırın. Anadaki paralısı kırınla. Özüm izlettik. Sırlıkı ayağımdan kendi kırvagan. Ha biz şu. Şu biz. Neymiş oldu ya? Yak biz saniye malım. Neymiş olsa bana dağla bana iri he. Man yapılan la. Kuşması oldu. Mış şu mu? Saniye malım biz sizge rahmet etkin sizden bir sorgul keldik. Hechqisi yo'q. Ben esle bir altın bilezik tepagan. Xudayim ben de xoşal jursam bir kuni maliga saqchlar kirib saqchmachasi bisbek etdi. Lekin men bu altın bilezik tepani yenimde hech kim yo'qdi. Men bilezik tepalım deb saqchlar shunda tushundirsam, tushundirib bo'lamadim. Asli akam bilezikni teppagan chaqda endi hech kim yo'q-ku. Shundan bu bilezikning egisi saqchilar bu bilezikni o'g'irlab oldi deb deylar ma'lum qilibdi-ku. Shundan akam saqchidan yomon ta'sir chiqib, o'g'il nijotda so'sa, bu ishni men ma'lum qilgan. Muallim bizga shunda o'rgatgan debdi. Shundan akamning ochiq shunda kelib, maktab berib siz bilan ko'rishib, sizni izlab tepib, sizda hisob olmoqchi bo'libdi. Ki o'ylab baqsaq, siz bolalar to'g'ri tarbiya qilib ekansiz. Şuna biz akam bilan kelib sizdan kechirim so'ragan kelgandik. Kechirim. Siz vaqtli sinfasli bo'lgan chaqda o'g'limga uy ketmay muzokara qilib beribgansiz. Sizga rahmat. Hechqisi yo'q. U degan bizning qilish tegishli ishimiz. Mandamidi. Qani ekranla. Qani. Ben azraq ishimga temay chiqqashtiray. Uzatmadi. Ekranla. Qani. Ekranla. Saniya, ağzınızdan qoğulab yürüyen müşrik soğuşmanda. Hayır. Hey, yüzünle daptek bakan ey. Qazın qaytıramısı vaqt versenler buldu o. Elişinler nimide? Euro mu? Halık pulu mu? Dollar mı ya? Ey, jigitler. İşki töttal pulunu da muş öyge muşlan izlep geldinler adamlar. Yakma. Nunu sıksanlar olmamda ey. Ansırman Saniya. Mence muş bütün kulum koşular da sizler üçüncü seferberlik getirip pul jığıt be. Ardınca muş kızım da öndü der kompüter digerlerge çok ilan kıvattık. Hazırca pulun aldığıma kıvattığı kırıp oldu değil mi? Ha?